30 yoshdan katta ayollar uchun davlatimiz tomonidan belgilangan tartibda davolanish uchun, jarrohlik amaliyoti uchun 20 milliondan oshiq pul ajratish nazarda tutilgan. Ijtimoiy tarmoqda juda ko'p shu bo'yicha videolar qo'yilyapti, blogerlar tomonidan, yulduzlar tomonidan tushuntirishlar berilyapti. Shu tushuntirishlar berilishiga qaramasdan fuqarolarimiz bu narsa bo'lmagandi gap, yo'q narsani gapirmanglar. Mahalla fuqarolar yig'iniga chiqsak bunaqa narsa yo'q deyapti. Hamma xohlagan gaplar ijtimoiy tarmoqlarda deyilyapti. Mas'ullar oldiga borilyapti. Bunaqasi yo'q, yo'qsa ba'zan ishlamayapti. Ertaga keling, indin keling degan javoblar juda ko'p bo'lyapti. Hukumat har bir chiqargan qaror orqasida albatta uni ijrosi yotadi. Endi mas'ullar ijro qilmayaptimi, siz o'zingiz harakat qilishingiz kerak. Haq olinur, berilmas degan ajoyib gap bor. Shuning uchun yuqoridagi videomiz hamma savollarga javob topilgan. Videolarni bemalol ko'rishingiz mumkin. Izohlarda fikrlaringizni yozishingiz mumkin. Qanaqangi huquqiy jihatdan ko'mak bo'ladigan bo'lsa, tegishli hujjatlar keladigan bo'lsa, tartib qanaqa tartibda harakat qilishinglar kerak bo'ladigan bo'lsa, biz qo'limizdan kelgancha sizga yordam berishga tayyormiz. Haq huquqingiz uchun kurashing. Bu kurashga arziydigan summa. Shuning uchun marhamat, yuqoridagi videoni ko'rib, o'zingizlar fikr mulohazalar kelasizlar degan umidamiz. Endilikda 30 yoshdan katta xotin-qizlar uchun 20 million 600 ming so'mgacha yordam pullari beriladi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 23-iyuldagi 462-son qaroriga asosan O'zbekiston Respublikasida 30 yoshdan katta bo'lgan hamda jarrohlik amaliyotisiz davolanayotgan bemorlarga bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravarigacha miqdorda yordam pullari ajratiladi. Mazkur mablag'larni olish uchun davolanayotgan muassasangizdan kasalligingiz hamda kasalligingizni davolash uchun ketadigan xarajatlar miqdori belgilangan ma'lumotnoma berilishi lozim. Ushbu video qolganlarga ham foydali bo'lishi uchun videoni barcha tanishlaringizga yuborib qo'ying. Assalomu alaykum, mumkinmi? Va alaykum assalom, mumkin. Keling. Assalomu alaykum. Opa, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Davolanayapsizmi, charchamayapsizmi? Rahmat, Xudoga shukr. Xo'p, ozgina suhbatingizni olmoqchi edik. Mayli. Kaminani qo'yib olamiz. Ro'za Ramazon oylari bilan. Rahmat, katta. O'zingizlar ham yaxshimisizlar? Rahmat. Xo'p, xabarimiz bo'luvdi. Shu kam ta'minlangan adresda, kambag'al adresda turasiz mahallada. Davlatimiz tomonidan tegishli Vazirlar Mahkamasining qaroriga asosan davolanish uchun murojaat qilgansiz. Murojaatingizga asosan shu 30 million pul ajratilibdi sizga. Shu qanaqa tartibda murojaat qildingiz, kimga bordingiz, shular bo'yicha ozgina qisqacha ma'lumot bersangiz, iltimos. Men shu oyog'im og'rib davolanish uchun ancha qiynaldim. Mahalla komitetlarimizga chiqdim, o'zimizga. Hech yordam bo'lmadi. Viloyat hokimligiga bordim. Rahmat viloyat hokimligiga, viloyat hokimimizga rahmat. Avvalan prezidentimizga rahmat, shu pullarni bizdaqalarga chiqarib qo'ygan, davolanishga muhtojlarga shunchalik sharoit qilib qo'yibdi. Viloyat hokimimizga bordim. Shu borganimda viloyat hokimini o'ziga uchra olmadim, lekin shu bolalar ozginagina ish ekan bu opa, mahalla komitetiga boring, hal qilib berishadi dedi. Yana keldi mahalla komitetiga. Yana ishim hal bo'lmadi. Keyin ijtimoiy nimaga bordim? Ijtimoiy rahbariga bordim. Shahar, Andijon shahar ijtimoiy rahbariga bordim, Dildoraxon deb. Shu qiz ishlarimiz Alloh rozi bo'lsin hal qilib berdi, mana Xudoga shukr, pullar tushirtirib berdi. Mana operatsiyalar bo'lib oldim, rahmat, ancha yaxshiman, Xudoga shukr. Shu ijtimoiy viloyat rahbari, ijtimoiy shahar rahbari, shu ijtimoiyda ishlaydiganlar ancha katta yordam qilishdi menga, rahmat. Shunaqa qilib shular orqali pullarni olib, mana hozir bolnitsadaman, oyoqlarimni operatsiya qildirdim. 2 kun bo'ldi, chiqdim. Yaxshimi, oyog'ingiz tuzukmi? Yaxshi, Xudoga shukr. Qanday pulni qo'lingizga naqd pul berdimi yo bankaga o'tkazish berdimi pulni? Bankaga o'tkazish berdi. Ha, 30 million bankaga sizga sertifikatini berdi. O'tkazib berganlik bo'yicha. Qanday, bankada hamma yo'q bepulmi yo qanaqa bo'lyapti? Bankada hamma yo'q bepul. Asli tushib bergan 30 million puldan davolashyapti uni. 2 oyog'ingizni ham operatsiya qilishdi. Yo'q, bitta 10 oyog'imni operatsiya qildirdim. Hozir davolashyapti. Hamma yo'q bepul. Necha kundan beri yotibsiz bu yerda? Dushanba kuni kelganman.
$30 million tushgan ekan. Fuqarolarimizga nima deysiz? Mana ijtimoiy tarmoqlarda ko'p tarqalyapti, bilgan bo'lsangiz. Prezidentimiz pul ajratdi, unga ajratdi, bunga ajratdi deyapti. Ko'pchilik kommentariylar, izohlarni ko'ramiz. Bo'lmagan pul, ajratmaydi, qayoqqa yo'qolsang ham. Shu insonlarga siz nima degan bo'lasiz? Yo'q. Bor narsa bu. Prezidentimiz chiqargan qarorlarini albatta ijrosini qilishar ekan, bor narsa ekan. Mana ko'rdim, o'zim oldim, o'zim mana operatsiya bo'ldim. Endi asosiy mahalla yaxshi ishlab bersa, u hech narsa emas ekan. Buna narsani olish uchun asosiy birinchi o'rinda mahalla yettiligi turar ekan. Shu mahalla yettiligi chiroyli ishlab bersa, bu fuqarolar qiynalmas ekan. Mahalla yettiligi yaxshi ishlab bersa bo'ldi ekan. Men mana raisimizga rahmat, harakat qilib berdi raisimiz. Ijtimoiyga nima qilib yurib harakat qilishib berdi, lekin boshida ancha qiynaldim, mahalla jicha tushunmovchilik bo'ldi. Keyin ijtimoiydagilar o'zlari turishib, kelishib, asosiy ijtimoiydagi rahbarlar turib berdi bu narsaga menga. Mahalladan ham ko'ra ijtimoiy ko'proq menga harakat qildi. Hozir qanaqa bo'ladi ekan tartibi? Siz Andijon shahridagi Qasri Mufida yashaysiz. Mahalla komitetiga murojaat qilasiz, ijtimoiy xodim sizni murojaatingizni ko'rib shaharga yo'naltiradi, shahar tahsillab beradi, shahar tahsillab bergandan keyin mahalla yettiligi ham tahsillab berish kerak, to'g'rimi? Mahalla yettiligi tahsillab bergandan keyin yo'llanma sizni qo'lingizga kelib tushadi. Andijon shahardagi o'sha ijtimoiy himoya bilan shartnoma bo'lgan nechta больница bo'ladigan bo'lsa, masalan 5 ta, 10 ta. To'g'rimi? 10 ta больница ekan, shu xohlagan больницangizni tanlaysiz, shunga pul o'tkazib beradi. Sizni shu yerda keyin 30 millioningizga yarasha chiroyli qilib davolab chiroyli chiqarib beradi. Hech qanaqa pul mablag' so'ramaydi больницаdan. Hamma yo'g'i yotog'i, yemog'i, ichmog'i, hamma yo'g'i bepul. Operatsiyaga. Apparatlariga to'g'ri, hamma narsasi ichida. Hamma qon tahlillarigacha ichida. Hech qanday nima yo'q. Nima deydi? Mablag' so'ralmaydi. Yo'q. Yotog'ingizga ham davlat shu pulni olib qoladi. Sharoitlari yaxshi, vrachlar zo'r, chiroyli qarashyapti. Hamshiralar ham yaxshi. Hammasi chiroyli qarashyapti. Rahmat hammasiga. Fuqarolarga nima degan bo'lasiz? Fuqarolarga harakat qilinglar, olinglar, davolaninglar. Yo'q narsa emas, bor narsa bu, haqiqat bu narsa. Faqat ozgina intilib, faqat ozgina harakat, tegishli murojaat qilib, yozma ravishda degan bo'lsangiz. Shu aytibman, asosiysi mahalla komiteti ekanda, yettilik ekan. Shu yettilikni nimasidan jicha o'tib olish qiyin ekan. Lekin mana ijtimoiydagi nimalar bu nimani yangi kirib kelgan nima deb o'zlari ham boshqacha tushunmovchilik bo'ldi-yu, lekin yo'q, Xudoga shukr qilib berishdi. Bor narsa, harakat qilganki odam oladi bu narsani. O'zini harakatiga ham bog'liq ekan. O'zimiz mana desam, men ham o'zim ham harakat qildim, ancha oldim, mana davolandim. Xudoga shukr ancha yaxshiman. Prezidentimizga rahmat, viloyat hokimimizga rahmat, ijtimoiydagi barcha rahbarlarga rahmat, mahalla raisimizga rahmat, hammaga rahmat aytaman. Mana shu yerda operatsiya qilgan vrachlarimizga ham, qarayotganlarga ham hammasiga rahmat, hammasidan Alloh rozi bo'lsin. Sizga ham rahmat opa, tez kunlarda oilangiz bag'riga, farzandlaringiz bag'riga qaytib, rahmat. Ayollaringiz o'zingiz ham doim sog' salomat yuring. Rahmat. Yana ham kuch-quvvat tilaymiz. Rahmat. Rahmat katta, sizga ham rahmat. Bizni больница, assalomu alaykum. Bizni больница viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazi, jarohat oqibatlari va ortopediya bo'limi. Men bo'lim mudiri Halilov Quvvatbek Abduqofirovich bo'laman. Bizga bemor 23 fevral kuni murojaat qilib shifoxonamizga yotqizildi. Saxovat ko'mak fondi orqali bemorning diagnozi o'ng tizza bo'g'imini medial menskini jarohati edi. Bemor keldi, yotqizildi. Barcha kerakli tekshiruvlar o'tkazildi. Tekshiruvlardan so'ng operativ muolaja o'tkazilib, medial menskni diagnostik artroskopiyasi va qisman menskektomiya operatsiyasi amaliyoti bajarildi. Hozirda bemorimiz holati yaxshi. Bemorlar Saxovat ko'mak jamg'armasi orqali kelishadi. Ya'ni sug'urta tashkiloti orqali ham kelib yotishadi. Bepul davolanib ketishyapti. Yotog'i, yemoq ichmog'i hamma tomonlari bepul. Davlat tomonidan tushirib berilgan. Davlat tomonidan tushirib berilgan. Qancha pul tushirib berdi hozir? Hisobidan bo'ladi. Hozir bularga 31 million pul tushirib berdi. Xudo xolasa holat yaxshi, doimiy doktorlar nazoratida bo'ladi. 10 kun davomida davolanib bemorimiz
holati yaxshilangandan keyin uyga javob beriladi. Xo'p, rahmat katta. Sog' bo'ling.